Assalomu alaykum. Men Jo'rayev Havas Turduboyevich, 51 yoshdaman. 42 yoshimdan sahar diabet bilan kasal edim. Birinchi kundan sразу insulinga o'tkazishgan. To есть insulin lantus ertalab 27-si olardim. Navarapidni kun davomida 3 marta ovqatdan oldin 17-sidan olardim. 9,5 yil davomida xuddi shu hayot kechirib, ozib, ancha sog'lig'im yo'qotib qo'ydim. 19-yil больницаga shamollab больницаga tushganimda ma'lum sabablarga ko'ra yana abses bo'lib qoldim. Abses sepsisga o'tdi. Natijasida ikkita operatsiya o'tkazishdi. To есть bo'ksamdan yiringga olib operatsiya qilindi. Ikkinchi operatsiya bir kechada 10 ko'zim ko'r bo'lib qoldi. Qon tomiriga o'sha yiring kirib. Hammasi shu desam, undan keyingi esa jigarimni onkologiya chiqarib berdi. Bu 19-iyun oyida yangi tashmini 6-korpusida gnoy nadelda почти 6 oycha davolandim. Больницаdan chiqib kelganimdan keyin uyga avgust oylarida Yangiyo'llar Botir Damish degan bir akaxonimiz mana shu mahsulotni menga olib kelib berishdi. O'sha davrda bu nimaligini bilmasdim. Hozir bilaman. Mana shu Beliver kompaniyasini, mana shu mahsulotini 1,5 yildan beri ichib, hozir mana 1 yilcha bo'ldi. Umuman insulindan chiqib ketganimga. Undan tashqari yana 9 ta xronik kasalim bor edi. Hammasidan chiqib, hozir soppa-sog'lom yashayaptim. Lekin больницаga ko'p borganimizda shu mumkin emas, mana kasallarni lecheniyasi deb aytishganda iloji bor ekan. Faqat ishonsangiz bo'ldi ekan shunga. Oling, sog'lig'ingizni to'g'rilating. Rahmat e'tibor uchun.